biz tushgan surat. Nimalarga ko'nmaydi inson, yuragida yansa muhabbat. Baxtimizni so'zlaydi aman, qara jinim biz tushgan surat. Medet bana senin barlığın, mikrin bilen küler bu ağlar. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Düşündürme hiç kimge gülüm, benim üçün yalgan dilim. Bu takdirimin sınaklarıdır, Tanrı teyli bergin kulumni. Medet bana senin varlığın, mikrin bilen küler bu ağlar. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Dimxonamga tashlasan qadam. Bundaq sətçilikni ən yaxşı əxotun özü hal qılğan yaxşı deyəsli. Dostum dəstəgən otqa mən dəstəm yemaqduyum da. Saxlayman güzelim seni seherde, yıldızla çaxnıgan uzun tünlerde. Yürgüm gülxanğa aylandı nigar, söygümüz otları tutaşqan yerde. Körünməz qaranğı, körünməz zadi, yolunğa təlmürüb közlürüm taldı. Ünmeysə nimişqa yenimğa gülüm, cudalıq yarını əsirge aldı. Bilmən bir günü kilisen nigar, beğimda ğunçida külisen nigar. Cudalıq dərdini tartqan dilimğa, aləmçə xoşallıq verirsən nigar. Ben bir karar geldim adaş. Biz bu şirket işleyemezsek Polat akamni qiyin ahvolga sep qo'ygan o'xshaymiz. Hamda pitning yig'volarning texnik tarqalib ketishiga biz sababchi bo'lib qoldiq o'xshaymiz. Shunga o'zimizni so'rab, bu yerdan qancha baldir ayrilsak shuncha yaxshi shirin. Yılan chiqib olgan bo'lsam, buncha azoblanmagan bo'lardim. Kechich ko'zimni bir yumgan bo'lsam, Salihning ko'nglini ochda qarliqni shu chog'da bilgan bo'lsak, uni do'stxon o'ltirib yuram tuqdigina. Biz uningga tomirimizni tutqizib qo'ygan bilan o'zimiz 100 kilo olmaydigan shiqimidi qadash. Bo'lmasa aldi bir uni ko'ngli ochadigan o'yinchiga aylanib qolatdiq. U hozir Polat akamning o'ziga o'xshatib, ko'zini yumib qarchaplatdi.
Ama ahvolni uqmaydigan odamlar bu gaplarga ishonmaydi degil bo'lmaydi. Hamda bilsa, bizda bunday fitna ig'volarning bozori yomon ish tik tursa. Polat akam bu gaplarni anglab qancha azoblangandi degina. Endi biz bir yerdan ittikrak ketmasak, uning ko'ziga cho'qim sat ko'rinib qolamiz. Bizni ko'rsil yig'ib yurganlik gaplar esiga tushib, ko'ngli g'ash bo'ladi. Uningdan unimi qiynamay, o'zimizni qiynamay, bu yerdan sen degandek ittikrak ketaylik Arzuga. Sizni endi tushundim Polat. Siz aslida uzundan beri meni aldab etib ekansiz-da. Şonlaşqa, ustunluq bilan meni yo'lga sep qo'yibsiz. Sen ham yenimda bo'lsa, xalqimni qilolmayman deb ansirab ekansiz-da. Ist sizga qilgan aqidam. Siz meni rostilla aldabsiz. Bu pishni ig'volar sanamning qo'lqiga yetibdi-da. Hey Salih. Bu gaplarni sanamadim anglasa deb qanchalik uqishmasliklar bo'ldi deyna. Shavkat akamning ishga o'g'lini bizga ketib olganligini ko'rmamsan. Polat akam degandek baştil obro'yimizni saqlagan bo'lsak, haqim bundan o'ngay ketib olmas bo'lg'idi ustimizdan. Bu gaplarning rost yog'aligini aniqlab bo'g'ichi, chechimizga oq tushib ketilgan o'xshaydi adash. Rost deysan adash. Hasadxo'rlar anglab qolsa, birini 10 qiladi. Eng yomoni biz bundoq apqashti gaplarga ishinagan odamlar pekitchi. Bu gaplarni Farida adam bilan Nona adam anglab qolsa qanday qilamiz degna texi. Shavkat akamdan bilan Zuhraxon adamning oldida nima satchilik degna bu. Ildar akam bilan Ilhom akam o'shib qoldigan bo'ldi bizga. Nona adamning mijasini bilsam bu. Bu yoy kelib chechimizga eslab askili qilishdi yonmaydi. Unda biz o'lim degna she'rin. Oldida chiroyli gap bilan tushundiramiz adash. Ushuqlik qilaversa bizim o'zimizni qo'qdamiz. Qo'rqmag'ina boshqa kelganni ko'rmamdi. Og'irqimiz bo'lmagandan keyin nimadan asraymiz? U azozul mishak gap, askilik qildigan o'z boshqalarni bizni yaxshi demaydi. Shamol chiqmas daraxtlanishmaydi deb hammamiz bizni ayblaydi. Bir chaqlar Solidga izdiqning kayniga kirib, uning so'rinda o'tirib, ko'nglini ko'tarib berayotganimizning jazosini aniq tortayotgan o'xshaymiz adash. To'g'ri deysan adash. Tigidakdan nag'anda bu ishlarning kelib chiqishiga yana o'zimiz sababchi. Bugungi bu qo'rqinchli tushunma asosli sababchisi o'zimiz bo'ldik. Biz ondan so'rinlardan vaqtida o'zimizni tatib oldik adash. Yaxshimisiz, kes kechirasiz? Men bir pul qo'yadigan. Qancha pul? 100 ming. Qarallikmi, qarasizmi? Qarallik qo'yay. Qarallikninki qanday yillik bor? Qarallik qo'ysangiz 3 yilda 3.8% ma'ludi. 5 yilda qo'ysangiz 4.17% ma'ludi. Anda xo'sh men 3 yillik qo'yay. 3 yil. Hisoblab baksangiz qancha bo'ladi? Jami 11.900 qo'ying. Shunday desam. Kechirim hozir kelmaydi. Bu siz o'ylagandek ish emas, Mayra. Bu rasm nereden chiqdi endi? Nereden çıktı? Çıkınlarının kızgı paranspotdaga yeringlardan çıktı Eldar. Mayra, men pek aldırashdim, ishdan tushgandan keyin ko'rishdi. Vaqtni yana so'zlayversangiz, bu rasmlarni ko'rishga tegishli odam ko'rdi. Tushundingiz?
Mayra men pek小姨，怎么回事啊？哎呀，你的客户刚才我看急匆匆的出去了。不好意思，行长，还有约好的客户。哦，这样吧，把资料整理一下，情绪恢复好，还要继续工作，好不好？Vaqtni so'zib qo'ymagan nima do'stiga sodiqini. Ben sizlarni bir tanıştırib qo'yay. Bu yoq mening yaqin do'stim Rifat. Bu yoq yaqin do'stim Rifatning qiz do'sti Gulnaz. Rasmni aniqlasangiz, texim pecha chiqadi. Ulan, bugün keyfiyatın tazı yaxşı emas bu. Arzugul bilan Shirin bir şirketga bormabdi. U oq ko'ngil qizlarimga nim bo'lgandi? Og'rib qoldimi ya? Yo'q, saqken. Ular şirketdan boshqa yerga almashib ketadigan o'xshaydi. Nemişqa? Bo'ldilar aka. Kessinlar şu qizlar. Bu nima degani? Pishni pasar ko'payib ketyapsa aka. Men qanday qilaman? Mush qizlarni ishlatganimga bak to'ydim. Bo'ldilar. Beshimning og'riqi biraqli saqaysin deyman. Ben seni xilib pishqan deb qaraydim. Lekin xami kelsa. Siz de bakın aka. Men zodi qanday qilsam bo'ladi? O qizlarning ustidan taqilib bu pishni pasat gaplarga zodi chidab to'g'ilib bo'lmadi aka. Shuni ularni hozircha ko'zim ko'msin deyapman. Kessin aka. Mayli. Nega kesishga kessinlar? Qulqim tijinsil bo'ldi. Senin bu qilayotganing to'g'ri bo'lmadi. Bunda qilsang, hali qiz Salih deganlaring texma dedin aşmamdı. Pishni pasat gaplar mening ustimda taqilgan bo'lsa mayliti. Lekin bu ishlar bag'on sir cho'ngib ketyapti. Ba'zi gaplarni siz anglamadingiz. Agar siz anglab qolsangiz, sizmi chidamaytingiz Shavkat aka? Voy beshini yeydi Allah. Ularning kuch qizlarg'am yetami? Tex ularning 10 gulning birsi ichilmagan oq ko'ngil qizlarimni bo'zaq qilmasa, uyqusi kelmam deganda ularning. Flataka, ularni qo'g'lasangiz bo'lmaydi. Men hozirla ular bilan ko'rishiman. Tanışımız olur mu? Hatta bozun bununla baş tanışımız yok Şirin. Biz gözden yirak olsak bütün evlanan tezlik demek içmezsen. Polat akamla biz bolsak mı oyumsak olmaz adaş. Mening nemishqa kelganligimdan ajablanayotgansizlar qizlar. Men sizlardan apu so'rg'il keldim. Meni kechiringlar. Sizlarni Polat akamning shirkatidan yo'tkilib ketmoqchiga deb anglab o'ltiramay qoldim. Qizlar, biz o'zimizning pokligi orqali
Pitni yig'uvchilarni mat qilishimiz kerakmi yoki ularni oldida ojizlik qilib, ularni xo'rikini texmi o'stirishimiz kerakmi? Bularni nemishqa o'ylashmaysizlar? Sizlar kassanglar, Salih xo'shalligidan to'ppisini osmon qatda. İlham akam bilan Ildarning oldida men ya bo'laman. Chunki bu gaplarni dastlabda men Farida adashga degan. Haqiqatan bu gaplarni Salihdan anglagan bo'g'aydingiz. Bo'ldi qizlar. Bu gaplarni nereden anglaganligimni surishtirmanglar. Foydasi yo'q. Bu gaplarning taqilishiga men sababchi bo'ldim. Meni kechiringlar. Biz degan qiz o'ldirsa qada. Bundaq badnomlar qandoqmi qarab tura olamiz? Ay yenge. Ha, men Shirin Orzugullar bilan billa. Siz berib ara mening solim. Ular bilan men paralshay. Ular meni qahvaxona saqlasin. Ha, ma'qul edi. Xo'sh yenge. Salihning sizlarga nima uchun to'kma chaplayotganligining tegiga zodil yetmadim. Arzgul, sizlar burun Salih bilan tanishamdinglar. Uning nima sababdan to'kma chaplayotganligini biz aniq bilamiz Farida ada. Siz bilmaysiz. Biz uning bilan uning kiyim do'koniga kiyim setib olgan tanishgan. O şu çağda bizge kiyimni şundaq azan setib bergandi, biz de o'zimizga qo'shilib ketibdi. Ha qizlar. Bu kiyimlarni hammani bu yil kirgizgan yangi moda kiyimlar. Koreyaniki, Germaniyaniki, Italiyadan kirgizgan. Ha o'zinglar yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, kiyib sinab baqsanglar bo'ldi. Rahmat aka. Bu mening sim kartochkam. Maynor, Xaridalarniki telefon nomerini yozing, ha? U aslida bir qaltaq ekan. Aradan 10-15 kun o'tmayla u bizni bir o'ltirishga taklif qildi. Biz berish bormasligimizni bilmay beshimiz shundoq qotdi. U yon o'ylab, bu yon o'ylab oxir bormayli deyishdik. Salih aka, at intamız batdi. Bo'miz taklifingizni rad qilmaydik. Ranjimang, yaxshi ko'nglinizga rahmat. İmtihoninglarga hargiz taqashmaydi. Qizlar, o'qishinglarga hargizmi ta'sir yetkazmayman. Menga ishinglar, men o'zakanglarga. Voy ko'p bo'lsa shu bir asat tamoq yeb, anniki qaysanglar bo'ldi-ku. Qizval degan ko'ngilchalik qilsa, o'z ziyon tortadi deb Farida ada. Shu kuni sizlar uni o'ltirishiga bag'a qo'shmamsizlar? Badoq, ko'ngli kep qolmasin, berib 1-2 soat o'ltirib qo'yib kelaylik deb shu. Basaq bir do'stimi bor ekan. Hey, nima ish qilib borgansizlar u yerga? Oxir qanday bo'ldi? Ha qizlar, o'tiringlar deyman. Ola adasha. Biz qaytaylik Salih aka. Hay, bu maqsadlarim. 1-2 soat tayyorlik qilmaganga o'tamaydigan intam emas-ku bu. Birdam o'tiringlar. Ensirmanglar. Men mashin bilan olib qo'ymaslarni. Shundaqmi ya? Ha, qani ilinglar. Ha, adasha. Ha, ilinglar. Oradan 1-2 hafta o'tdi deyman. Bir kuni yana telefon qildi. Ha, qizlar. Chatning asl kiyimlari keldi. Sizlarga kirgizgan baho bo'yicha berma. Vaqtida kelib ektinglar juma. Ha? Ba'zi qizlar sizning kiyinishingiz qarab muomala qildi Farida ada. Salih bizning shu ojizligimizdan foydalanib ketdi-ku deyman. Biz do'koniga borsak, hatto kiyimlarni pul olmay bizga tutqizib qo'ydi. Ha, qizlar. Sizlarning hozir toza yasinib yurgan vaqtinglar. Kiyim degan-ku qizlarning husniga husn qo'shidi. Hozir qo'linglar qisqa. Men puldan qismayman. Keyin topgan vaqtda bersanglar bo'ldi.
Dostumni aldırı ya qarab qalamanmikin deb ensirgandim. Beşimni ko'k ko'tardinglar. Sizlar voyli bira qur kiyimkan. Va teramni shilib bersammi? Arziydi. Desa biz texi u odamni ajab oq ko'ngil yaxshikan deb o'ylabdik. Şuna bilan u bizning ishonchimizga erishib oldi. Ondan keyin o'tirishga taklif qilaverdi. Biz mi yo'q deyolmay qoldik. Hozir o'ylab baqsaq shu chaqlar uning niyati boshqa ekan. U ash kiyim-kechaklarni, katta ziyofatlarni yemchuk qilib bizni qamoq ilindirmoqchi bo'pti Faridada. Po'lat akam ogohlantirmagan bo'lsa, uning qopqini dastlab salakanmiz.